Man Abdullayeva Gulshod Sabirna, Tulayn klinikasi ginekolog reproduktolog shifokori bo'laman. Quyidagi savollarga javob beraman. Savol shundan iboratki, demak, qaysi vitaminlar homiladorlik uchun muhim hisoblanadi? Demak, homiladorlik uchun avvalambor eng muhim vitaminlardan biri bu foliyavoy kislota. Demak, foliyavoy kislotani qanday turida, qanday tarkiblisini ichish, qanday turini ichish bu ayolni qondagi analizdagi ko'rsatkichiga qarab aniqlanadi. Kimga foliyavoy kislota va qanday miqdorda? 1 mg, kimga 5 mg. Qaysi patsientkamizga metil folat, demak foliyavoy kislotani aktiv shakli, metilni formasi metil folat, kimga 400, kimga 600 va kimga 800 dozada kerak. Kimga folinovoy kislota, demak biz buni обязательно metilirованiyani ko'rib, folatni obmenni ko'rsatkichlariga qarab, demak foliyavoy kislotani biz miqdorini, tarkibini aniqlab tanlab beramiz. Foliyavoy kislota eng muhim preparatlardan hisoblanadi. Bu B9 vitaminiga kiradi. Ikkinchi muhim preparatlardan biri bu yod hisoblanadi. Demak, yodni biz endemik zonada istiqomat qilganligimiz uchun bizni katta miqdor aholimiz yod defitsit bilan demak ro'yxatdan o'tganligi uchun biz homilador ayolda обязательно qondan TTG, T3, T4 fraksiyalarini tekshiramiz va ko'rsatmaga binoan qanday tarkib va dozani hal qilamiz. Yod preparatini berishni, yodni mineral tuzlardan olingan kaliy yodid yoki organik yodin preparatlari, demak tarkiblari asosida qanday miqdorda ichishni biz hal qilib, shifokor, ginekolog shifokori hal qilib beradi sizga. Yod preparatidan tashqari обязательно D3 vitamini kerak bo'ladi. Chunki bizda katta miqdor aksariyat ayollarimizda D3 defitsiti kuzatiladi. Shuni inobatga olib, bolaning yaxshi, sog'lom, to'g'ri rivojlanishi uchun D3 vitaminining ahamiyati kattaligi va tug'ilgan chaqalolarimizda rahitga bo'lgan moyillik yuqori ko'rsatkich bo'lmasligi uchun biz D3 vitaminini buni ham analizga, ko'rsatkichga asosan biz tarkibi va dozani tanlab beramiz patsientlarga. D3, yod, foliyavoy kislota bu eng muhim preparatlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari magniy. Demak, magniyni biz patsientkamizni, homilador bemorimizni shikoyatlariga, holati, umumiy ahvoliga qarab, klinik belgilarga asoslanib, demak magniy preparatini qo'shishimiz mumkin. Demak, uyqusizlikdan qiynalayotgan patsientkamiz uyqusi bilan muammosi bo'lsa, demak magniy glitsinat. Agar o't qopi dimlanishi, jig'ildon qaynashi, ichini qochishi bilan muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, demak magniy sitrat va shunga o'xshash magniy taurat, malat va boshqa tarkiblarni biz tanlab bera olamiz. Magniyning ham patsientimizni holatiga, shikoyatlariga qarab turlarini aniqlaymiz va dozasini ham xuddi shunday. Demak, bundan tashqari bo'lgan omega 3 preparatlari qo'shishimiz mumkin. Nima uchun omega 3 ichiladi? Kimdaki qonni quyuqlikka moyilligi bo'lsa, biz bu patsientlarimizga omega 3 jирный kislota beramiz. Qanday tarkib, dozasini biz обязательно patsientimizni holatiga umumiy, obyektiv va subyektiv ko'rikdan so'nggina aniqlab va laborator tekshiruvlarga asoslangan holatda beramiz. Bundan tashqari qolgan qo'shimchalar bu holatga, klinik holatga, laborator tekshiruvlarga, qondagi tahlillarga va homilador ayolimizni umumiy holatiga qarab tanlanadi. Sizda ham shunga o'xshash savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz Tulayn klinikasi shifokorlari sizga yordam berishdan doim mamnunmiz.